Sho'rchi tumanidagi 68-maktab internati nafaqat sifatli ta'lim berishi, balki o'quvchilarning har tomonlama kamol topishiga qaratilgan faoliyati bilan ham ajralib turadi. Ushbu ta'lim muassasasida o'qituvchilar dars jarayonlarini sifatli tashkil etish bilan birga, o'quvchilar uchun zarur bo'lgan qo'shimcha mashg'ulotlarni ham muntazam ravishda o'tkazib kelmoqda. Maktab internatida har bir o'quvchining qobiliyati va qiziqishlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Logoped mutaxassislar tomonidan nutqida muammosi bo'lgan o'quvchilar bilan yakka tartibda ish olib boriladi. Bu esa bolalarning to'g'ri va ravon so'zlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maktabda psixolog faoliyati ham samarali tashkil etilgan. Psixolog o'quvchilarning ruhiy holatini o'rganib, ularga zarur maslahat va ko'nikmalar beradi. Badiiy gimnastika mashg'ulotlari esa o'quvchilarning jismonan rivojlanishi, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va estetik didini oshirishga xizmat qilmoqda. Bizning maktab internatimiz Sho'rchi tumanidagi Jarqishloq shaharchasida joylashgan. Maktab internatimizda hozirgi kunda 322 nafar o'g'il-qizlar ta'lim-tarbiya olishadi. Bu imkoniyati cheklangan o'quvchilarga 80 dan ortiq pedagog xodimlar ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Hozirgi kunda maktabimizda bir yangilik joriy etdik. Bu yangiligimiz maktabimizda pullik xizmatlarni yo'lga qo'ydik. Bu logopedik pullik xizmatlarimiz va psixologik xizmatlarimiz, bundan tashqari bolalarni ritmik harakatlarni tartibga soluvchi xizmatlarimizni tushirdik. Bundan tashqari psixologik xizmatga muhtoj insonlarni ham maktabimizda ochilgan psixologik xizmatga taklif etamiz. Hozirgi kunda 10 ga yaqin psixologik xizmatga muhtoj oilalar kelib, bu yerdan o'zlariga psixologik xizmatlarni olishdi. Maktabimizga yaqin hududlardagi bog'chalardan va umumiy o'rta ta'lim maktablaridan o'quvchilarni taklif qilyapmiz. Bu o'quvchilarimiz bu yerga kelib gimnastik mashg'ulotlarini o'rganishmoqda. Bolalarning qo'l motorika xizmatlarini rivojlantirish maqsadida, mayda qo'l motorikalarini rivojlantirish maqsadida o'quvchilarga, bundan tashqari gul yasash va boshqa buyumlarni yasashga ishtiyoqi bo'lgan farzandlarini bemalol bizning maktabimizdagi pulli xizmatlarga olib kelib qo'yishlari mumkin. Qisqacha qilib aytganda, Sho'rchi tumanidagi 68-maktab internatida ta'lim va tarbiya jarayoni o'zaro uyg'un holda tashkil etilgan.